Minecraft va Minecraft. Nega aynan Minecraft? Bugungi videoda o'sha savollarga javobni topamiz. Birinchi bo'lib sizga aytib beradigan narsalarim Java Bedrock'dan boshlaymiz. Ya'ni Java va Bedrock. Bularning nima farqi bor deb o'ylaysizmi? Bir marta bo'lsa ham o'ylaganmisiz? Bu kompyuterda o'ynaladi. Bu esa telefonda. Lekin kompyuterda ham o'ynasa bo'ladi. Telefonda ham Java o'ynasa bo'ladi. Короче, sizlarga boshqa joylarni aytib beraman. Minecraft nima uchun yaralgan o'zi? Uni yosh bolalarga zararli tarafi bormi? Hozir bu savollarga biz javob topamiz bolalar. Kanalga obuna bo'ling va biz videoni boshlaymiz. Yeah, boy. That's it. Minecraft haqida bitta fakt aytaman. Minecraft mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi va dizayn va arxitekturaga qiziqishni oshiradi. Jamoa bilan ishlashni o'rgatadi. Dasturlashga qiziqishni uyg'otadi. Shuning uchun bilib oling, Minecraft oddiy o'yin emas. Bu shunchalik o'rgatadigan narsaki, bu sizga juda ham kerak bo'ladi kelajakda. Albatta, keyingi faktimiz, ya'ni qiziqarli faktlar. Minecraft 2009-yil yaratilgan. 2009 va shiko, hozir 2026-yil. Amali, balki Minecraft qanday bo'lgan deb o'ylaysizlar. Amali, keyingi faktga o'tamiz. Eng ko'p sotilgan o'yinlardan biri. Yo, what the fuck? Amali, bolalar va kattalar uchun mos. Ko'rdingizmi buni? Faqat yosh bolalar o'ynashi mumkin emas. Ya'ni kattalar ham o'ynaydi. Masalan bu. Va ko'rdingizlar, bu oddiy Minecraft emas. Minecraft bu to'rtburchak dunyo. Stop. Minecraft bloklar nima uchun to'rtburchak? Buni bilasizmi? Nima uchunligini hozir men sizlarga aytib beraman. Minecraft agar uchburchak bo'lganda nima bo'lar edi? Bir o'ylab ko'ring-a, axir Minecraft uchburchak bo'la olmaydi. Minecraft uchburchak bo'lsa, uylarni qanday quramiz? Piramida ham qurib bo'lmaydi uchburchak bo'lsa. Amali keyingi Minecraft haqida, ya'ni Minecraft nima o'zining asosiy imkoniyatlari. Minecraftning asosiy imkoniyatlari bloklardan qurish. Masalan, nima bo'ldi bu? O'xshamadi. Mana uycha. Minecraftda bloklardan uylar va shaharlar qursa bo'ladi. Va monsterlar bilan jang qilsa bo'ladi. Masalan, hozir jang qilib beraman. Sizlar jang qilganmisizlar? Stop, men kreativda ekanman-ku. Bor ket. Minecraft o'yin rejimlari, survival, ya'ni vyjivaniya ruschasiga aytganda, resurslar yig'ib, ochlik va monsterlardan omon qolish. Kreativ, cheksiz resurslar bilan xohlagan narsani qurish mumkin. Adventure, maxsus xaritalar va sarguzashtlar uchun. Hardcore, juda ham qiyin narsa. Juda ham qiyin hayot. Ya'ni o'ynab ko'rgansiz. Keyingi bo'ldi. Endi sizlarga Minecraft turlarini aytaman. Ya'ni oddiy Minecraft va beta beta Minecraft. Stop. Nega beta what? Bo'ldi, qaytdik. Keyingisi esa bu alfa Minecraft. Alfa oddiy alfa. Yo, what the fuck? Ya'ni alfa Minecraft. Siz bularni bilishingiz mumkin. Lekin Minecraft shunchalik zo'r o'yin. Lekin vaqtini juda ham ko'p oshirsangiz, asabingiz buziladi. Sizlarga bir ikkita faktlar aytaman asab buzilishi haqida. Tasavvur qiling. Minecraftda uy qurasiz. Lekin shu payt birdan creeper kelib sizni o'ldirib tashlaydi. Yoki bo'lmasa, hacker sizni kelib portlatib tashlaydi. Shunday ajoyib asabbuzar faktlar bor va turli Minecrafterlar bor. Masalan, Prismarine, Artifact, Hacker. Ishqilib hozirgi videoda ko'rib olasizlar. Qanisizlar yo'q. Kamera buyoqda ekan. Bular
Sizlar shu videoni ko'ringlar, kanalga obuna bo'linglar va biz videoni tugatdik. Va Minecraft'lar ko'rib bo'linglar, keyin video chekildi bo'ladi. To'xtang bo'llar, men kommentariyada o'z saytimni yaratib silkasini qo'yaman. Men hozir aytganlar hammasini tekstli qilib bor. Bu yerda ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Sizlar meni shuncha qilgan mehnatimga obuna bo'lmabsizlar. Tezroq kanalga obuna bo'ling, bo'lmasa videolar boshlanmaydi. Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Prismarine va bugungi videoda har yili bir marta sodir bo'ladigan voqea yuz beradi. Zombilar Sizlar bilan birlikda men Kreker do'stlar. Yangi joyimizga xush kelibsizlar. Bugun biza Birdan Creeper kelib sizni o'ldirib tashlaydi.